Xo'p, bolalarda qusish bilan qalqib ketishni ajratib olish kerak. Endi bizning xalqimizda qusish, qayt qilish terminlari bir xil ishlatiladi. Undan tashqari qalqib ketish termini ham mavjud. Bu bolada o'sha emgandan so'ng sutning ma'lum bir qismini chiqarib tashlashga qalqib ketish deb ataladi. Bunda bola hech qanday ortiqcha bezovtaliklar sezmaydi. Ya'ni unda ortiqcha diskomfort holat mavjud bo'lmaydi. Ya'ni isitmasi chiqmaydi yo bo'lmasam bola holsizlanib, ishtahasizlanib qolmaydi. Bu shunchaki oshqozonning ularda gorizontal joylashishi hamda ortiqcha sutni chiqarib olish bilan tushuntiriladi. Iloji boricha bolani vertikal holatda ko'tarish kerak. Emizgandan so'ng dahanini iyagini mana bu yerga qo'yib 10-15 daqiqa ko'tarib yursa nisbatan kamayadi. Lekin bolada yuqorida aytgan bezovtaliklar bo'lmasa, bu hech qanday xavfli holat emas.